Nega tovon shporasi, plantar fassit kabi tovon og'riqlari va boldir og'riqlarini yillab davolaysiz? Ma'lum vaqt yengillik bo'ladi, lekin og'riq yana qaytib kelaveradi. Chunki tovon og'rig'i bu kasallikning asl sababi emas. Bu shunchaki kasallik natijasida kelib chiqqan bitta simptom hisoblanadi. Siz tovoningizga mazlar surasiz, blokada qildirasiz, parafin qilib yumshatasiz, udarnovolnoviy terapiya bilan u shporani ezib maydalaysiz. Og'riq yo'qoladi, lekin ma'lum vaqtdan keyin shpora yana paydo bo'ladi, yana o'sha og'riqlar davom etaveradi. Bugun men sizga tovon og'rig'iga 90% holatda sababchisi bo'ladigan, hech kim aytmaydigan yashirin usullarni ko'rsataman. Video oxirida esa buni uyda hech qanday mutaxassissiz tekshirish uchun universal testni ko'rsatib beraman. Ko'pchilik tovon og'riqlarida aynan tovonni ayblaydi, lekin biz organizmni bir butun sistema sifatida qarashimiz kerak. Organizmda tovon pastki sohasida tovondan boshlanib barmoq kaftlarigacha keladigan plantar fassia, ya'ni tovon fassiyasi bo'ladi. Bu fassiya to'g'ridan to'g'ri tovonning yuqori qismidagi boldirning orqasidagi axil payiga birikadi. Axil payi tepaga boldir muskullariga, medial va lateral qorinchalarga, boldir muskullariga birikadi. Boldir muskullari esa sonning orqa muskullariga, sonning orqa muskullari dumba va bel muskullariga bog'langan bo'ladi. Bu zanjir to bosh qismigacha borib ensa sohasiga birikadi. Bular bir-biri bilan bog'liq holatda ishlaydi. Bu nima degani? Bo'yin sohasidagi ensa muskullari tortilsa ham zanjir tepaga qarab tortiladi. Bel muskullari spazmga tushsa ham zanjir tepaga qarab tortiladi. Xuddi shu kabi son va boldir muskullarida spazmi natijasida ham o'sha zanjir bir-biriga bog'liq holatda tepaga tortiladi. Tepaga tortilishi natijasida tovon suyagi orqaga va tepaga buraladi. Bu organizm muvozanatini, ya'ni tepadan tushayotgan yukni yerga noto'g'ri taqsimlaydi. Bizning organizmimiz Alloh tarafidan shunchalik murakkab yaratilganki, har bitta tashqi ta'sirga moslashish xususiyatiga ega. Bu tepadan tushayotgan yukni noto'g'ri taqsimlanayotganligi uchun o'shanga moslashish uchun tovondan shpora, ya'ni kalsiylar to'planib shpora o'sib chiqadi, mix shaklda o'sib chiqadi. Bu holatda tovon suyagi tepaga tortilgandan keyin bu fatsiya suyakka birikkan joyida kichkina yoriqchalar paydo bo'ladi. Yoriqchalar, yirtilishlar paydo bo'ladi cho'zilishining natijasida. Bu yoriqchalarni organizm to'ldirish uchun qondagi kalsiyni o'sha joyga to'playdi, yoriqchalarni bitqizish uchun. Ya'ni o'zini himoya reaksiyasi sifatida. Bu joyda to'planib mix shaklida shpora hosil bo'ladi. Endi biz yuqoridagi zanjir sifatida qaraydigan bo'lsak, bu joydagi shporani maydalab ezganimiz bilan, u joyga maz qo'yganimiz bilan, blokada qilganimiz bilan o'sha joydagi og'riqni ma'lum vaqt sezmasligimiz mumkin. Yo shporani ma'lum vaqtga maydalashimiz mumkin. Lekin bu orqa miofascial sep zanjirdagi tortishishlar tovonni to joyiga qaytarmagunimizcha o'sha joyga kalsiy yig'averadi va shpora hosil bo'laveradi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bittagina tovon shporasini, ya'ni tovondagi og'riqni davolash uchun butun organizmni davolashimiz kerak. Bunga nimalar sabab bo'lishi mumkin? Ya'ni sanab o'tamiz. Bo'yin sohasida grija, protruziya, osteoxondroz hisobiga muskullar taranglashishi mumkin. Kurak o'rtasidagi og'riqlar, beldagi grija, protruziya, osteoxondrozlar, skolioz, lordoz, kifoz kabi kasalliklar natijasida belda og'riq sifatida muskullar tortilishi mumkin. Chanoq suyaklarining qaysi tarafgadir buralishi, tug'ruqdan keyin chanoq suyaklari ochilib joyiga qaytmasligi natijasida, son orqasida sidalishni nerv, grushevidniy, ya'ni noqsimon muskul sohasida sidalishni nervning qisilib qolishi natijasida tovon orqaga tortilishi mumkin va eng ko'p uchraydigan sabablaridan biri boldir muskullari, trigger tochkalari, spayka, ukarechiniya, nestabilность misperkreplения, ya'ni muskulning birikish sohalaridagi muammolarning hisobiga muskul tortishib qoladi va tovon suyagini tepaga qaratib, orqaga qaratib tortib ketadi. Demak, biz boldir va tovondagi og'riqlarni butun umrga davolashimiz uchun birinchidan tovon suyaklari, kaft usti suyaklari, ya'ni oyoqdagi oshiq suyagi, kaft usti suyagiga qayiqsimon suyak, tovon suyaklari barchasining biomexanikasini to'g'rilashimiz kerak.
Bu nimaning hisobiga buziladi? Yassa oyoqlik bo'ladigan bo'lsa, buzilishi mumkin yoki qanaqadir travmalar natijasida tovondagi suyaklar joyidan qo'zg'alib qolgan bo'lishi mumkin. Buni to'g'rilamasdan tovondagi og'riqlarni to'xtatib bo'lmaydi. Buni stilkalar, ya'ni tovon tagiga qo'yiladigan stilkalar orqali ham to'g'rilash mumkin. Undan oldin tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. Ikkinchisi, plantar fassia, ya'ni tovon ostidagi fassiyani yumshatishimiz kerak. Keyin axil payidagi tortishlarni, spaykalarni yo'qotishimiz kerak. Keyin boldir muskullari bilan ishlaymiz. Boldir muskullaridagi trigger tochka, spayka, ukrachinalarni yo'qotamiz. Keyin son orqasi, chanoq suyaklari va beldagi grijalarni, osteoxondroz, protruziyalarni davolashimiz kerak. Barchasi bosqichma-bosqich olib boriladigan bo'lsa, bizda tovon og'rig'i hech qachon qaytalamaydi. Tovon va boldir og'riqlarida mashqlarning o'rni katta, lekin biz o'sha muskuldagi tortishishlarni, spayka, ukrachina, trigger tochkalarni yo'qotmasdan turib mashq bajaradigan bo'lsak, o'sha plantar fassiyadagi yirtilishlarni yana ham kattalashtirib yuboramiz. Oldin biz muammolarni hal qilamiz, keyin mashqlar bajaramiz. Va'da qilganimdek, uy sharoitida muammo tovonda emas, orqa miofascialniy sepda ekanligini aniqlovchi universal test. Buning uchun biz tekis joyga o'tiramiz. Tizzalarimiz ya'ni bukilib qolmasligi kerak. To'liq yoyilgan holatda barmoqlarimizni o'zimizga qaratib maksimal tortamiz. Ya'ni polnik oyoq kaftini bukamiz o'zimizga. Tizza o'sha payt ko'tarilib ketmaslik kerak. Tizza yerga tekis turadi, barmoqlar tortiladi. O'shanda sonning orqasi boldir sohalarida, tizza orqalarida tortishish yuzaga kelsa, demak muammo tovonning o'zida emas, orqa miofascialniy sepda. Agar sizda tovonda og'riq yo'q, lekin shu testni qilganingizda orqada tortishish bormi? Ma'lum vaqtdan keyin sizda ham tovonda muammolar kelib chiqishi mumkin. Bu og'riqlardan uy sharoitida hech qanday dori-darmonlarsiz, operatsiyalarsiz va eng asosiysi ortiqcha xarajatlarsiz qanday qutulish mumkin? Men bu haqda yuqoridagi barcha sabablarni hisobga olgan holda mashqlar to'plamini ishlab chiqdim. Ularni keyingi videoda birma-bir ko'rsatib beraman. Kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'ling, like, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Sizni tovon og'rig'i qanchadan beri bezovta qilib kelayotganligi va yuqorida sanagan sabablarimning qaysilarini davolatganingizni kommentariyada yozib qoldiring.